Assalomu alaykum. Agar siz bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying, chunki akamizga ozgina podдержка bo'ladi. Bizni YouTube kanalimizda qoling. Bizda shunaqa arzon darvozalar yoki biznes bo'yicha videolar yoki har xil turdagi ishlab chiqarishlarni ko'rsatib boramiz. Like bosib, kommentariyada bitta omad yozib qo'ying. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Biz hozir Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibmiz. Akamizni Ravot sexlarida. Hozir Ravotda qanday tanlash kerak, sifatligini qanaqa qilib ajratiladi, shular haqida ma'lumot olamiz. Aka, mana bitta savol berib qo'y. Shu ma'lumotlar orasiga juda ham qiyin bo'lgan, noqulay bo'lgan joylarga ham darvozani qanday qilib qurish haqida ham buni so'rab olamiz ma'lumot. o'rnatish haqida. Marhamat. Aka. Xo'p, aka, darvozalar o'zi avvalo ikki xil turga bo'linadi. Pechatli darvozalar bor, ruchnoy darvozalar bor aka. Pechatli darvozalar, ya'ni mana shunaqa o'zidan gul chiqqan shtampovka darvozalar bo'ladi. Ruchnoy darvozalarimiz mana bu orqa tarafda hamma yo'g'ini qo'lda terib chiqiladi bu narsalar. Listlarini ikki xili bo'ladi aka. 1.3 bo'ladi, 0.9 bo'ladi. Profillarni ham qalin yupqaligiga qarab narx kelib chiqaveradi bu narsa. Kraskalarni ham xudo xolasa 2 xil, 3 xil varianti bor. Qaysi biridan deysa qilib beraveramiz. Devo deysa Devo, Rossiya kraskalarimiz bor. Ular qanaqalardan ham sepib berilaveradi. Devo kraska deganda hozir Devo kraska ishlatyapsiz asosan. Devo kraskani umri uzoqligi hisobiga qimmatmi? Devo kraska o'sha mashinalarga sepiladigan kraskaga, toza kraska, o'shining ichi umri uzoqroq. Qolgan kraskalarga qaraganda aslan. Hozirgi kunda videomiz bugun sana nechinchi? Iyunda 29-kuni. Iyun 29-kunida olinyapti. 2025. 2025-yil 29-iyun. Narxi necha pul kvadratda hozir? 1 kvadrat metr aka mana shu shtampovka darvozalar 450 mingdan 700 minggacha chiqyapti. Hozirgi kundagi narx mana shunaqa aka. Chunki bu video buni farqi qalin yupqaligiga qarab narx kelib chiqaveradi aka. Ishlatiladigan mahsulotimizga qarab narx kelib chiqaveradi. Xudo xolasa. Xo'p, berib turing endi. Sizga yana bir qiyin savol endi. Sizlarga muammosi bor, biz uchun qiyin. Qarang. Biza qo'shnimiz xonadon shunaqa joy bor, darvoza qildirgan yo'q. Darvoza ichkariga ham ochilishga sharoit yo'q, tashqariga ochilishga ham sharoit yo'q. Chunki teraskami qaysidir uy boshlanib ketgan. Shunday katta darvoza bo'lish kerakki, mana bir qanot turibdi-yu, bir qanot bo'lib taklanish kerak. Shunaqa qila olasizmi? Buni o'zi yechimi bor bizda. Har bitta mana shu ko'z turibdi-yu, mana shu 4 ta ko'z bo'lsa, har bitta ko'zini sinadigan qilib turib, raskalatga qilib darvoza ham qilsa bo'ladi. Yo bo'lmasa ikkinchi varianti o'sha ko'chadan ichkariga ochsa xalaqit beradigan bo'lsa, yon tarafga ochib yuborsa ham bo'laveradi, balonli. Balonli qilib yonga ochiladigan qilib beraveradi. Buni ikki xil varianti bor, yo sinib raskalatga qilib ochiladigan qilish kerak, yo balon qo'yib yonga ochiladigan qilish kerak. Shunda kvadrat o'zgarib qoladimi? Yo'q, kvadrat o'zgarmaydi. O'sha bitta narsani bitta dogovorni qilamiz, bitta pulda hamma yo'q o'sha yechimi o'shaning ichida. Keyin ichiga stiklavata tiqasiz-ku. Stiklavata tiqqaningizda mana o'rtadagi mana joylari bor. Mana shundan 2 qavat qilib, buni orasiga ham biron narsa qilinadimi yoki? Orqadan bitta list tashaladi, birinchi tashab turib, keyin stiklavata tashaladi. Stiklavata tashab, keyin yana bitta list qoplanadi aka. Shunda o'rtada stiklavata bo'ladi o'shanda. O'sha shunka deyiladi. Buni ichiga ham tiqiladi, profilni ichiga. Yo'q, profilni ichiga tiqilmaydi aka. Ochiq yoring gapirgan yaxshi, profilni ichiga tiqilmaydi. List 2 qavat bo'ladi, o'rtasida stiklavata bo'ladi. Hali bir xilga robot purushlar endi kimligini aytilmaydi-yu. Eshitganman, o'zim ham robot qo'ydirganimda ruchkalarini, oshqo'moshqalarini arzonidan qo'yib tezadi. Sizda unaqa bo'lmaydimi? Aka, bizda hozir 2 xil firma bilan ishlayapmiz zamoy sohasida. Zabrano firmasi bilan Sora firmasi bilan ishlayapmiz aka. 2 xili bor. Uni ham aytyapman, narxini hali arzon, qimmatligiga qarab turib zamoyni ham qo'yib beraveramiz. Lekin zamoylarimiz yaxshi xizmat qiladigan 3 yildan o'tib kelayotgan narsalar aka. Zabrano bilan Sora degan firma. O'zi ko'pchilik videoda ko'rayotganlar, zamoga ahli aytayotganlar, o'zi tushunib turibdi. Darvoza sohasiga ayniqsa ahli tushungan odamlar tushunib turibdi. Dastavkasi qanchacha bo'lyapti endi? Dastavkasi xonasi. Xo'p, aka, bitta narx berish ham bepul. O'rnatib berish bepul. Bitta narx gapirilganda Vodiy ichi bilan Toshkent gapirilyapti. Voha tomonga ozgina dastavkasiga qo'shilib qoladi. Voha tomonga dastavkasiga qo'shilib qoladi. Ikkinchisi uzoqroq. Jicha uzoqroq, borib keldi, rasxodlar bor. Dastavkasiga qo'shiladi, lekin o'sha yerga ham o'rnatish bepul Voha tomonga. O'rnatib berishimiz bepul, yo'l kirasiga qo'shib berishadi. Bemalol O'zbekiston bo'yicha, demak, O'zbekiston bo'yicha bemalol murojaat qilaverar ekansizlar. Akamizdan arzon darvozalar olib, sifatli darvozalar olib bemalol o'rnatsalar ham bo'ladi. Like bosib, qurilish qilayotgan tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Aka, rahmat. Aka, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kechirasizlar, kuch kirganiga keldim. Biznesingizga rivoj bersin. Aka, biznesiga kuch-quvvat, g'ayrat-shijoat tilab qolamiz. Telefon qilib qolishdi.
Agar sizga ushbu videorolik zarur bo'lmasa, kimgadir jo'natib qo'ying, foydasi tep olish mumkin. Salomat bo'lasizlar. Aka sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Hop, rahmat aka.